Vazirlar Mahkamasining Umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq chora-tadbirlarni yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorida Umra safarini tegishli litsenziyaga ega tur firmalar amalga oshirishi belgilab qo'yilgan. Biroq ayrim shaxslar o'zlarini go'yoki ana shunday firmadan ekanliklari haqida aytib, fuqarolarni Umra safariga jo'natishga va'da berishmoqda. Ommaviy axborot vositalari orqali Umra safarlari bilan bog'liq firibgarliklar haqida muntazam ogohlantirishlar berilishiga qaramay, ayrim fuqarolar surishtirib netmay yana noqonuniy Umra safarini tashkil qilish bilan shug'ullanayotgan shaxslarga murojaat qilyaptilar. Joriy yilning 12-fevral kuni Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1998-yilda tug'ilgan Farg'ona shahridagi Nur Safar mas'uliyati cheklangan jamiyati turistik firmasi rahbari firibgarlik yo'li bilan arizachini 1400 AQSh dollari evaziga Umra safariga yuborishga va'da qilib, oldindan kelishilgan pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shuningdek, shu kuni Oltiariq tumanida hamkorlikda o'tkazilgan yana bir tadbirda 1981-yilda tug'ilgan fuqaro ham Safo Marva nomli firma orqali fuqarolarni Umra ziyoratiga jo'natishligi to'g'risida xabarlar tarqatib, kishi boshiga 2300 AQSh dollaridan noqonuniy ravishda Umra ziyoratiga jo'natish bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlanib, o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2 nafar fuqaroni ziyoratga jo'natishini aytib, oldindan 2300 AQSh dollari miqdorida pullarni olgan vaqtida qo'lga olindi. Hozirda yuqoridagi har ikki holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ogoh bo'ling.